Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, jigarlar. Bugun yaxshi joyga kelganmiz, universal trabilkalarga. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Xonobodimiz. Vahima yo'q, natija qilib beradigan akamiz oldiga kelganmiz, xudo xolasa. Natija qilib beringlar sizlar ham, xudo xolasa. Repostlarni bosinglar, jo'natinglar. Kim chorvasi bo'lsa, bitta moli bormi, ikkita moli bormi, hammaga kerakli bo'ladigan universal trabilkalarga kelganmiz. Jigarlar, bee'tibor bo'lmanglar, xudo xolasa narx-navolarni ham chiroyli qilib beradigan akamiz oldiga 20 yillik ish tajribasiga ega akalar. Xo'p, motor sohalaringda buzilish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, nima kerak bo'lsa, remont, semont ishlari bo'lsa ham aloqaga chiqaveradigan joyga kelganmiz. Aytyapman, jigarlar, vahima yo'q, ammo natija bor, xudo xolasa. Chiroyli qilib videolar qilib beramiz. Manzilimizni yana qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonoboddamiz. Fayz universal trabilkalariga kelganmiz. To'liq quruq tanlamaydigan, narx-navolari ham yengil bo'ladi. Mahaviylar deyarli zavoddamiz. Uka yuring ko'rsataylik ichkarilarni ham. Ichkarilarni ham ko'rsataylik. Seralarga yuz so'rasan. Akalar olib sotarman deganlar. Yo'q, olib sotish emas, albatta o'zlari ishlab chiqaradi. Ustakalarimdan bir qatorroq qo'yib, nasi kiyib turgan holatda yuzini yashirib turishibdi ustakalarimiz. Bemalol olaverasizlar. Aka orqasini quvib olgan. Hayotdan charchab chekildi. Jigarlar, bittadan like bosib turinglar, biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Selam aka, qalaysiz? Sog'lom, eshiganlar, charchamasizmi? Aka, keldik, xudo xolasa, biz obunachilarga chiroyli qilib va ko'rsataylik. Ha, narxlar sindirib, qanday nima desa bo'ladi? Narx-navosi-yu, hamma narsalar yangi. Bunaqa rabochiy narsa yo'q. Mag'lubchi yo'q. Aytyapmiz-ku, vahima bo'lmaydi, natija bo'ladi, xudo xolasa. Narxlarimiz 1.600.000 dan boshlanadi. 3 milliongacha bor. Korpuslari bir xilda bo'ladi, motorlarda farq. Shuni mana video davomida tushuntirib ketamiz. Mana mahaviy suvarkalari yo'q. Zavadskiy Suvarga tegmagan. Suvarga tegmagan. 10 kilolik. Bu ham 10 kilolik mahaviy. Pichoqlari kuydirilgan kalyon deyman mana. Videoda ko'rinib turibdi. Bunisi 5 kilolik mahaviy, yengil mahaviy. Buni ham tushuntirib beramiz. 6.5 kilovatlik mismator. Eng puli ha buni. Eng puli. Xo'p, narxi shunisida farq qiladi xolos. Korpusda farq qilmaydi. Korpusda. Endi aytyapsiz aka, qarang, 1.600.000 dan 2.5 milliongacha sizmi? 3 milliongacha ham qilib beradi. 3 fazali kelsa 3 fazali ham qilib 3 beradi. fazalida 5 milliondan 30 milliongacha ham qilinadi. Beraveradi. Mobodo motorlar buzilib qolsa olib kelsa remont ham bo'ladi. Remont ham bo'ladi. Xo'p, aka tushuntiring. Eng qizig'i mana motorlarimizni teplar relalari bor. Ko'p tashab qo'yganlar ishlamay qoldi deydiganlarga mana o'zini himoya qiladi. Ko'p tashab bo'lsa normadan. O'zini himoya qiladi, tashaveradi, uch qoladi. Buni ezib qo'yadi, ishlayveradi yana. Undan tashqari avtomatlar qo'yapti mana. Avtomat ham tashlaydi. Avtomat ham tashlaydi mana. Двойной bo'lganda ikkita himoyasi bor motorning. O'shaning uchun garantiyasini beraveramiz. Hammasi mana bitta narsatga bo'ladi. Molbob, qo'ybob, yorma holati, budayni ishlaydi. Buni bunday olamiz-ku. Jaka bo'l, menga bo'l ishlatildi. yetish shart emas. Yo'q, mana. Olamiz mana ishga. Bemalol xotirjam ishlashtiradi. Qarang, yana savol tug'iladi-da. Musofirdan turib, ha? Musofirda turgan bo'lsa, olish kerak bo'lyapti. Dastavkalar qanday bo'ladi? Dastavkalari xo'p. Shu O'zbekiston bo'ylab bor. Dastavka bor. Muammo bor. Muammo yo'q. Vodiyni qo'yinglar. Vodiyda bugun zakas bersa, bugunga zakas bersa, bugun yetib boradi. bugun yetib boradi, xudo xolasa. 4 soat, 5 soat uyda bo'ladi. Uyda bo'ladi. Vodiydan bo'lsa. Pul sohasiga kelsak ham to'lovlari ovoriladi, mahsulot beriladi, ishlab ko'rsatiladi, keyin pul olinadi. Olib borib turib tashab qochilmaydi. Yo'q, tashab qochilmaydi. Olib kirib, ishlatib, ko'rsatib, keyin pul sanadi. keyin pul sanab beradi. Yana bitta savol aka. 2.5 millionlik bilan 1 million qancha dedingiz? 1.600.000. Ularda o't chiqarsa farqi bo'ladimi? Ho'l quruq chiqaradimi bu 1.600.000? Chiqaradi, faqat sekinroq chiqaradi. Ha. Avaylab ishlatsa u ham yaraveradi. Pirisimizni misol ular 10 minutda chiqarsa mana uni. Ha. Bular mana 6.5 liklar 2 minutda chiqarib qo'yadi. Ha. Bas piris. Avaylab ishlatsa u ham yaraveradi. Yaraveradi. Bo'laveradi. Eng qizig'i
Alamin variantimiz tok past joyiga 150 gacha ishlatib ko'rsatib beryapmiz. 150 voltgacha. 150 voltga ham Juda ko'p joyda 70%, 90% joyda tok past bo'lyapti. pas bo'ladi. Alyuminiyni siz o'zingiz taklif qilasiz. Taklif qilamiz. O'zi hadovoyi ham shu bo'lib turibdi. Hadovoyi shu uskuna bilan chang tortadigan. Chang bilan tashkil chiqaveradi. 2,5 millionga dastlabkasi ham ichida qilib beryapmiz. Ana palatkasi bilan Palatkasi 2,5 million dastlabkasi yetib boradi. Bu ham deyarli faqat bundan keyingisi turadi, alyuminli bo'ladi. Ko'pchilik uyida nimalari deydi, montajlari alyumindan bo'lganligi uchun shu ko'pchilik zo'r ishlab beryapti. Xudo xolasa, akalar ularni olib chiqarish jarayonlarini ham ko'rsatamiz, sexlarni ko'rsatdik. To'rtta nasatkasi bo'ladigan akalar. Bizni kanalimizdan chiqsalaring, xudo xolasa, chegirma bo'ladimi? Chegirma bo'ladi. Bor barakadan chiqdim deb, Bor barakadan chegirma bo'ladi. chegirma bo'ladi, xudo xolasa. Akalar hozir Yengil mahaviyimizga mana mahalliylar ko'rsating yengilini. yengil mahaviyga mana misol o'sha 1 million 600 ming deyotganimizga 3 kilovatlik qo'yib beramiz. 1 million 800 mingga mana 3,5 kilovatlik titan motorimiz. Motorlari ham yangi korobkada yangi ochiladi. Buni ham nimasi bormi? Teplar deysizmi? Teplar relasi bor buni ham, hammasida bor. Bunda ham bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ladi. Xo'p, jigarlar bo'lmasa biz ishlatib, ko'rsatib beramiz. Aytyapmiz-ku jigarlar. Sizlar ham vahima qilinglar, natija qilib beringlar. Xudo xolasa bular ham vahima qilmaydi, natija qilib beradi, xudo xolasa. Borgandan keyin tashab qotish yo'q. Yo'q. Hozirlarimiz olib boradi, uyingizga tushiradi. O'sha yem hashaklarini chiqarib, ko'rsatib bo'lgandan keyin yo'q desiz, pulni sanab beraverasiz, xudo xolasa. Bu yonboshida mana birinchi o'tlar chiqarib ko'rsatib beraymi? Mol bobidan, Mol bob. Keyin qo'y bobiga naringi solamiz. Yonidan tushar ekan, eng qizig'i. Yonidan tushadi. Buni keyin ko'rsatib beramiz. Hozircha somon bor ekan, pohol bor ekan akalar. Eng qizig'i pohol bor. Qaysi bor? Ha, o'ralashib qoladi. Qo'y bobdasi chiqarib beramiz. Somon, pohol, qo'ya bor. Shoxlardan ham beraveramiz shamlayillar. Somondan boshlaylik. Somon ko'ringlar, yana somon. Qo'y ham mashg'ulot yo'q. qo'y ham maza qilib video qo'yadi. Yana qo'ymaydi. Xudo xolasa qo'ylarini ham sirasi 15 kundan keyin dumma solish boshlaydi. Xo'p, endi aka, pohol ko'pchilik aytadi, pohol chiqaradimi? Maydada chiqarib beramiz. Molbobchi bo'lmaydi. Molbobdan chiqarib beraveramiz. Molbobdan chiqaring aka, sababi u juda mayda qilib olsa kerak. Uqalaveradi. Ha, ko'rinmaydigan darajada tepa holati yo'q shunaqami? Hozir Tepaga chiqib bergan, pastga yuradi. ko'rsatib beradi. Changni faqat narib yuboradi. Qanchalik o'tib ketganlar emas. Hozir qarang, qaysi xohlar ijod yo'q. Haqiqatda molbob deyapsiz, lekin qo'ybob qo'yar Qo'ybob. ekan. Somonni ham mayda-mayda qilib, atxo chiqmaydi. Buni ham chiqarib beradigan videolar bo'lib qoladi. 1 minut mana chiqarib beramiz. Bundan ham chiqaramiz. Xolis o'zlaring baho beraverasizlar, kelar. Xolis o'z tepasini mana. Xolis chiqargan joyida mana. Tepasi. O'tamayinda bu. Kepay tashlangan, tip tashlangan. Xo'p, endi buni don mahsulotlarini ham chiqarib beramizmi aka? Mana don mahsulotlar mardalar chiqarib beramiz. Bu rasmiy bu rasmiy. Hali qasaganda nimani uzib yormaydimiz-ku biz. Yo'q, xudo xolasa mana video davomida ko'rsatib beramiz.
Mana Karobka Hasaydan ajratib shu mana kalobga qo'yib qo'yamiz mana. Bo'ldi mana. Qo'ying. Hasayda tushadi. Yana jonli ularni hamma. Bismillahirrohmanirrohim. Budayda ham buni ham chiqaraveramiz. Mana. Hampadani ko'rsating. Men o'zim so'naman. Mana. Endi setkani ko'rsating mana. Setkasi mana shundan bo'ladi. Yorma holatdagi Mana unisi mana kepa holat mana. U kepa holat yo'q. Kepa holat. Bismillah. Akalar dum bilan rossiyskiy dum bilan yashaydi bu budayda ham chiqaraveramiz. hozir uzvormasa ko'ramiz. Uzvoradiganga o'xshayapti. Endi ikkovini ham chiqargan ko'rsatib Buni atalab olib qo'yargan, ha? mana mashinani asli holati bo'ldi. Ha, qaranglar. Mana akalar. Cho'jaga ham bo'lavergan, atalab olib ham qo'yargan. Ular ham maza qiladi. Xo'p, buni mana ahvolga olib keldi. Endi bu dori qaysi holga olib keldi deganlarga. Akalar, bu chang chiqarmasa eng zo'ri qaratgan ham qo'shib olishlarini tavsiya qilaman. Qaranglar. Mana ichida qolar ekan. Qaranglar, chang endi chiqyapti. Hozir olamiz. Bismillah. Hozir hasha ham tushib qo'ygan ekan. Mana qaranglar akalar. Olib beringlar don. Mana farqi. Aytyapmiz akalar. Bizda vahima bo'lmaydi, faqat natija bo'ladi. Xudo xolasa, akalar hamma yo'g'i yangi ochiladi. Zavoddan o'zi olib kelib, birovdan olib turib sotmaydi, lakatib yopishtirmasdan, o'zini haqiqatdan o'zini sexi bor, o'zi tashqi zavodga aylanyapti, xudo xolasa. Keral aka, aka mana misol uchun vohali akalarimiz bor, do'konlari bor, o'pkinchilar bor. Tirikchilikka so'raydi. Ularga qilib beramiz. Narx-navolarini optimoganga chiroyli qilib beraveradi. Vohabi akalar ham telefon qilaverasizlar. Kunda res bo'lyapti vohaga. Kunda res bor vohaga. Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpaqacha bo'lyapti, xudo xolasa. Tojikistonga ham jo'nashyapti hatto. Akalar qo'shni respublikalarga ham chiqarishyapti. Faiz. Xudo xolasa faizdan olasiz, uyingizga faiz kiradi. Maza qilib ishlatasiz. Aytyapmiz-ku, jigarni har bitta chorvasi bor odamlarga kerak bo'ladigan mahsulot. Agar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, narx-navolarni kelishtirib chiroyli qilib beradi. Pulni ham chiqaradi, quruqni ham chiqaradi. Aytyapti-ku, uyga borgandan keyin suratda pul sanab qochib ketadiganlardan biz. Xudo xolasa, manfaatli video bo'ldi, aka. Chorvadorlarimizga manfaatli video bo'ldi degan umiddaman. Akalar obuna bo'lgan bo'lsalar, obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Otingga rahmat deb kommentariylarga yozinglar akalar. Izohlarga kutib qolamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, xayrlashib ko'rishguncha deb qolamiz akalar. Rahmat.